Mana biz bugun Asadbek Islomjon Jaloliddin bilan o'yinni o'ynaymiz. Mana agar vil tushib qolsa ustidan u oladi yoki bir xil raqam tushib qolsa u oladi. Hozir yo'q 6. Jaloliga 6 tushsa oladi. 4. Islomxon. O yo'q. Asadbek 4. Jaloli 8. Islomxon 2. Tushungansizlar deb o'ylayman. 4. 9. Asadbek 6. Vil tushsa yana Jaloli shuncha ko'tardi. Islomxon 2ta vil bo'ldi Jalolida. Va bu vil tushsa hammasini olib oladi degani. O ana 0 Jaloli tasha. 6 Islomxon. O bloklash, hop. Ana Asadbekga ham bloklash. Stop. Jaloli vildan tashadi. Vildan ketqiz bo'ldi Jaloli. Mana 2 Asadbek tasha. Hop. Endi oxirida kimda qolmasa uni shu yutgan bo'ladi. Ha, shunaqa bo'ladi. Samasmi? Tanlayapti. Tashlaydi. Tasha. Oh. 4 0 4 Islomxon 2. Oh. Shuncha qoldi Islomxon hozir. Balkim tushib qolar Islomxonga. 4 yana. Va. Islomxon omadi kelyapti. Islomxon hali qo'liga tushgani yo'q. Oladimi? Asadbek 8. 4 Jaloli. Islomxon 6. 6. Asadbek gal o'tqizish. Jaloli +4. Katta Islomxon ko'tar. +4 bilsanglar 4 degani. Asadbek sen navbating. Va ana 4 Jaloli tashla. Vild. Islomxon vildi bilan oldi. Asadbek yana sen xohlaganingni tanlashing mumkin. 9 Jaloli. Islomxonda ko'payib ketdi. 6 tashapti. +4 Asadbek. 5 Jaloli gal o'tqizish. +4 8 Asadbek. Ya to'xta. 5 Davay bo'l Islomxon. +2 Asadbekda 8. +2 Islomxon +4. Asadbek betlarni tugatib tashayapti. Hali ham lekin Islomxonda ko'pgina. Asadbek mashdan olib ketyapsan. 2 Ha, Jalolida. Va Jalolida shuncha bo'ldi. Bilding tashamading. Voy. Bilding tashash kerak edi. Bilding ketardi. Jaloli. Bo'l sonja. 2 ol. Qilatma. Asadbek tasha. Hech qancha qolmadi. Shularni hammasini olsang bo'ldi Asadbek. Oxirda bil. 1 Asadbek 4 Jaloli bloklash Islomxon. Va ana. 5ta qoldi. Kim uchini hozir sizlar bilan birga bilib olamiz. Kim uchini kommentariyada yozib qo'yinglar. Va Asadbek. Bo'pti mayli. Asadbek tashi. Jaloli bo'ldi. Islomxon +2 ko'tar. Asadbek tashla. Hozir bu yerda ancha baribir Islomxon yutqishi aniq bo'lib turibdi, chunki Islomxonda juda ko'p hali. Ya'ni villari ham ko'p. Jaloli tashla. Asadbek bo'l. Asadbek tashi. O bloklash Jaloli +4. Islomxon 2. Asadbek tashi. Hop Jaloli. Hop +2. Hop 8 4. Asadbekning qo'lida tugadi, endi u yerdan oladi. Asadbek ol. O omad keldi. 4ta qoldi. 4ta. Hammasini olsang pishirsa hozir. Bo'ldi +4. 3ta qoldi. 3ta. Asadbek ol. Tavakkal bo'l. Oh, 9. Omad keldi. 2ta qoldi. 2ta. O 2. Hozir oxirgisini nimaligini bilib olamiz. Va Asadbek oxirgisi bo'ldi. Asadbek yutdi bu o'yinda. Oxirida omadi kelib qoldi.